Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun sizlar bilan Binance'dan API key olishni o'rganamiz va uni botga joylab, demak, botni ishga tushirishni o'rganamiz. Buning uchun biz Binance'ga kiramiz birinchi va u yerdan, demak, chap tarafdagi tepada qidiruv o'sha inputni yonida turgan ikonkani bosamiz, Binance ikonkasini. Buni bosganimizda bizga akkauntimiz va qo'shimcha servislar haqida ma'lumot kelib chiqadi. Bu yerda, demak, more services eng pastga scroll qilib tushgan paytimizda, demak, API key management mana bu yerda 3-demak applicationni 3-qatordan tanlaymiz. Demak, bu yerda bizda create API key turibdi. Birinchi o'sha sariq knopkani bosamiz. Buni bosganimizdan keyin system generated next. Undan keyin unga qanaqadir nom beramiz. Masalan, test uchun deb qo'yaman. Test uchun next. Va biz keyin, demak, buni kod bilan tasdiqlashimizga to'g'ri keladi. Buning uchun sizda oldindan o'rnatilgan authenticator yoniq bo'lishi kerak. Demak, Binance'ga qaytib, kodni paste qilamiz. Xo'sh, demak, bizda mana API keyimiz tayyor. Xo'p, buni kengaytirib olganimizdan keyin API keyni o'zini olamiz. API keyni kopiya qilib olaman va kerakli joyga saqlab olishimga to'g'ri keladi. Xo'p, hamma ishni bittada qilishim uchun, demak, Telegramda saved messagingga o'zim API keyni saqlab qo'yaman. Demak, ozgina ajratib qo'yish uchun 2 nuqta qo'shib qo'yaman. Va secret keyni ham olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda, demak, secret keyni ham kopiya qilib olamiz va bunga secret deb nom qo'yib qo'yaman va 2 nuqta bilan buni ham ajratib, qolgan o'sha secret keyni bu yerga jo'natib qo'yaman. Tamom, shu bilan, demak, biz API keylarimizni oldik. Endi biz nima qilamiz? Xo'p, bu yerdan API keyimizni o'zini birinchi olaman. Demak, bizda birinchi API key so'raladi, o'shaning uchun API keyni oldim. Demak, botga kiraman. Botga kirganimdan keyin asosiy menyuda bizda o'zbek tilida hozir API kalitlari turibdi. API kalitlarini tanlayman. API kalitlari hali sizda yo'q, qo'shing deyapti. Demak, API kalitini qo'shish, keyin iltimos API kalitini qo'shmoqchi bo'lsangiz, birjani tanlang dedi. Bizda hozircha faqat Binance bo'lgani uchun Binance tanlayman. Demak, API keyingizni kiriting dedi endi. API keyni bu yoqqa paste qilaman va jo'nataman. Endi bot bizga endi secretni tanlang dedi. Secretni endi joylashtiring dedi. Endi men bu yerda, demak, biz secretni kopiya qilib olishimiz kerak va secretni olaman va yana buni botga kelib, demak, botga jo'nataman buni ham. Xo'sh, API keyim muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi menyuga qaytaman. Menyuga qaytib, yana API keyga kirgan paytimda menda Binance API keyim bor. Endi orqaga qaytib, bozorlarga o'tadigan bo'lsam, menda Binance turibdi. Xo'sh, orqaga qaytaman va endi bu yerda agar sizda savdolar bo'ladigan bo'lsa, demak, savdolaringizni bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Menda umuman savdolar yo'q, chunki men Binance'da umuman savdo qilmaganman, o'zim trader bo'lmaganligim uchun. Menda savdolar umuman yuklanmasligi ham mumkin. Xo'p, savdolar bo'lgan ekan, demak, qachondir, demak, mana bunaqangi menda tradingni chiqarib berdi. Demak, orqaga qaytib, boshqa funksiyalardan ham bemalol foydalanishimiz mumkin. Profilga kirgan paytimizda bizda, demak, bu anaqa haqida, demak, bemalol bizga ma'lumotlarimiz chiqarib beradi. Demak, menda API key bitta turibdi. Birjalarim bittadan bittasi faol. Xo'p, yana bitta narsani yodda tuting. Bu API keylar faqatgina 30 kunga beriladi. 30 kundan keyin esa bu eskiradi. Eskirgandan keyin biz, demak, yana API keylarga kiramiz. API keyga kelib, yana Binance bosgan paytimizda uni tahrirlash yoki o'chirish. Tahrirlashga kiramiz. Tahrirlashga kirib, yangi API keyni kiritasiz. Undan keyin uni jo'natganingizdan keyin API keyni secretini kiriting, yana secretini bosasiz va shu tariqa, demak, siz har 30 kunda bir marta yangilab, demak, davom etsangiz bo'ladi. Mana bu joyda, demak, biz qo'shimcha ma'lumotlarni ham ko'rishimiz mumkin. Qachon joylangan bu? Qachon qo'shilganini ham, demak, bizga ko'rsatib boradi. Demak, bugungi videomiz shu bilan tugaydi.